Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana asligilamda hozir ertalabdan savdolarni qilib, video qilishga ham hattoki qo'limiz tegmayapti. Odamlar unisi kelyapti, bunisi ketyapti, hali ko'ti-ko'tiga ulanib ketyapti. Allohga shukr bo'lsin. Mana hozir qanday sizlarga tushuntirsam bo'ladi? Baryeringlar nostandart razmerda, masalan, yoki 1 emas, yoki 80 emas, 90 sm deylik, yo 85. Shunaqa ishlarga ham bo'lsa kelaveradi. 85 lik narsa bo'lmaydi ichkayda, zavoddan chiqmaydi. Mana asligilam xodimlarimiz hammamiz birgalikda chiroyli qilib mana chekalarini olib mana kesish jarayoni mana. Shu moslab mana atrofi tikiladi. Bu yog'i ham, bu yog'i ham, averlori ham mustahkam qilib tikib juda chiroyli chiqadi mana. O'zingizlar baho beringlar. Asligilamni kuzatishda qolinglar. Salomat bo'linglar obunachilar. Amin. Xudoyim yaxshiliklar olsin. Amin. O'g'illariga baraka bersin. Mana arzon gilamlari bor ekan, tan joni sog' bo'lsin bularga ham. Alloh barakasini bersin, ishinglarning rivojini bersin. Xudoyim qo'shgan bilan qo'sha qaringlar. Tan joninglar sog' bo'lsin. Xudoyim yana shu kunlarga yetkazib yurgizgan hammamizga Alloh nasib qilsin. Allohu akbar. Hojona sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelavering, xizmatinglardamiz hamisha.